sochlarimni silayverar ekan, yana yaqinlashdi. Men esa qo'rquv bilan hayajonni bir vaqtning o'zida his qilardim, lekin undan uzoqlasha olmasdim. Darsdan keyin sinfda hamma tarqalib bo'lgan, ora-orada yomg'ir tomchilari deraza oynasiga urilib chiqillar qilardi. Men esa kitoblarni yegish bahonasida hali chiqmagan edim. Shunda domlam ham qalin kitoblarni sumkasiga solib menga qaradi. Uning qarashlarida qandaydir iliqlik, mehr va ko'zga ko'rinmas kuch bor edi. "Nega ketmading?" dedi u ovozini pasaytirarkan. Men javob berishga shoshilmadim, go'yo to'satdan tilni yo'qotgandek. Domlam yonimga yaqinlashdi, nafaslari yuzimga urilib turardi. Shunda u sekin qo'lini cho'zib sochlarimdan asta siladi. Mana shu lahzada yuragim junbushga keldi, go'yo butun dunyoni unutib, faqat shu iliq qo'lni his qilardim. Men o'zimni yo'qotib qo'ygandek bo'ldim, nafasim tezlasha boshladi. Qo'llarim beixtiyor kitob o'rniga uning qo'liga tegib ketdi. Domlam bir zumda ko'zimga tikildi, qarashlarida so'zsiz tushunarli ehtiros yashirinib turgandi. U sochlarimni silayverar ekan, yana yaqinlashdi. Men esa qo'rquv bilan hayajonni bir vaqtning o'zida his qilardim, lekin undan uzoqlasha olmasdim. Domlamning qo'li sochimdan asta sirgalib yelkamga tushdi. Nafasi tobora yaqinlashardi, yuragim esa qattiq urib, butun vujudimni larzaga solardi. Shu lahzada vaqt to'xtagandek tuyuldi. Deraza ortida yomg'ir shitirlar, ammo men uchun butun olam faqat shu sinf, shu nafas va shu iliq qo'l edi. U sekin boshimni ko'tardi, ko'zlarimni ko'zlariga qadadi. Qarashlarda buyruq ham, mehr ham, ehtiros ham aralashib ketgandi. Men esa o'zimni butunlay topshirib qo'ygandek edim. Qo'llarim beixtiyor uning ko'kragiga tegdi, yurak urishlarini his qildim. "Qo'rqyapsanmi?" dedi u pichirlab. Men javob bera olmadim, faqat lablarim titragancha jilmaygandek bo'ldim. Domlam buni kutgandek yuzimni siladi. Uning barmoqlari yonoqlarimda yumshoq sayr qilar, shu paytda tanamdan issiqlik o'tdi. Men beixtiyor ko'zlarimni yumdim, yuragim esa battar tebrandi. Shu onda u sekin lablarimga yaqinlashdi. Men qarshilik ko'rsata olmadim, go'yo butun tanam unga bo'ysunib, nafasim ham, hislarim ham faqat uning qo'lida edi. Sochlarimni silagan qo'li endi belimni quchib oldi. Men esa o'zimni yo'qotib, unga yanada yaqinlashdim. Domlamning ovozi past, ammo aniq eshitildi. "Sen men uchun juda boshqacha odamsan." Men esa ko'zlarimni ochib, unga qarab pichirlab qo'ydim. "Men ham sizni." Domlamning qo'li sochimdan asta sirgalib yelkamga tushdi. Nafasi tobora yaqinlashardi, yuragim esa qattiq urib, butun vujudimni larzaga solardi. Shu lahzada vaqt to'xtagandek tuyuldi. Deraza ortida yomg'ir shitirlar, ammo men uchun butun olam faqat shu sinf, shu nafas va shu iliq qo'l edi. U sekin boshimni ko'tardi, ko'zlarimni ko'zlariga qadadi. Qarashlarda buyruq ham, mehr ham, ehtiros ham aralashib ketgandi. Men esa o'zimni butunlay topshirib qo'ygandek edim. Qo'llarim beixtiyor uning ko'kragiga tegdi, yurak urishlarini his qildim. "Qo'rqyapsanmi?" dedi u pichirlab. Men javob bera olmadim, faqat lablarim titragancha jilmaygandek bo'ldim. Domlam buni kutgandek yuzimni siladi. Uning barmoqlari yonoqlarimda yumshoq sayr qilar, shu paytda tanamdan issiqlik o'tdi. Men beixtiyor ko'zlarimni yumdim, yuragim esa battar tebrandi. Shu onda u sekin lablarimga yaqinlashdi. Men qarshilik ko'rsata olmadim, go'yo butun tanam unga bo'ysunib, nafasim ham, hislarim ham faqat uning qo'lida edi. Sochlarimni silagan qo'li endi belimni quchib oldi. Men esa o'zimni yo'qotib, unga yanada yaqinlashdim. Domlamning ovozi past, ammo aniq eshitildi. "Sen men uchun juda boshqacha odamsan." Men esa ko'zlarimni ochib, unga qarab pichirlab qo'ydim. "Men ham sizni." Domlamning qo'llari belimda asta qattiqlashib, meni o'ziga yanada mahkam tortdi. Unga suyanganimda yuraklarimiz birday urayotgandek tuyuldi. Nafaslarimiz aralashib ketdi, ko'zlarimni yumgancha ichimda qattiq hayajon girdobida edim. Bir tomondan qo'rquv, bir tomondan esa yurakni titratadigan shirin ehtiros meni butkul chulgab olgandi. U sochlarimni yuzimdan surib qo'ydi, barmoqlari bo'ylab titroq yugurib o'tdi.
Men esa asta qo'llarimni uning yelkalariga qo'ydim. Issiq tanasini his qilarkanman, butunlay og'zimni yo'qotib qo'ydim. Domlamning nigohi yanada chuqurlashdi, ko'zlaridagi yongin yuragimga qochib o'tdi. Derazadan tashqarida yomg'ir shiddatliroq yog'ar, ammo sinf ichida galati sukunat hukm surardi. Faqat yuraklarimizning tez urishi va aralashib ketgan nafaslarimiz eshitilardi. Domlam yuzimni kaftlari orasiga olib pichirladi. Senga yaqin bo'lishim mumkin emas, lekin o'zimni to'xtata olmayapman. Men esa titrab, ammo qat'iy ohangda dedim. Men ham sizni his qilishni istayapman. U shu so'zlardan keyin boshini egib, lablarimni asta o'ziga tortdi. Nafaslarim to'xtab qolgandek, butun vujudimda issiqlik alangasi uyg'ondi. Qo'llarim beixtiyor uning bo'yniga chirmashdi, men esa o'zimni butkul unutdim. Vaqt o'tdimi, yo'qmi, sezmadim. Har bir lahza shirin orzu va ehtirosning uyg'unligiga aylangandi. Domlam meni quchgancha, sochlarimni silagancha pichirladi. Endi men sendan uzoqlasha olmayman. Men esa unga yanada yaqinlashib, sekin javob qaytardim. Men ham sizsiz yashay olmayman. Meni butunlay o'ziga tortardi. Qo'llarimiz bir-biriga chirmashgancha jim o'tirardik. U ko'zlarimdan uzoq bo'lishni istamayotgandek qarab turardi, men esa bu qarashlarda o'zimni topardim. Yuragim urishlari qulog'imda jaranglayotgandek eshitilar, nafasim esa tobora og'irlashib borardi. U sekin qo'llarimni yuzimga olib, kaftlari bilan yonoqlarimni siladi. Shu iliqlikdan tanamdan yana mayin titroq o'tdi. So'ng asta pichirladi. Sen mening hayotimdagi eng katta sinovimsan. Men jilmaydim, ammo ko'zlarimda yosh qalqib chiqayotgandi. Chunki ichimda ham quvonch, ham qo'rquv, ham esa qandaydir sirli ishtiyoq uyg'onardi. Men unga sekin dedim. Agar sinov bo'lsam, men sizning yoningizdan ketmayman. Domlam bu so'zlardan so'ng meni quchib oldi. Quchog'i shu qadar iliq va ishonchli ediki, men o'zimni butunlay unga topshirib qo'ydim. Nafaslarimiz yana birlashib, yuraklarimiz birday urib ketdi. Men uning ko'kragiga boshimni qo'ydim, yuragining urishini eshitib, o'zimni hech qachon bunday sokin va shu bilan birga hayajonli sezmagan edim. Derazadan yomg'irning tovushi eshitilar, sinf ichida esa go'yo vaqt to'xtagandek edi. Biz faqat bir-birimizni his qilardik. U sochlarimni silab, asta pichirlardi. Men seni bir umr yonimda ko'rishni istayman. Men esa lablarimni qiyinlik bilan qimirlatib, past ovozda dedim. Men allaqachon siz bilanman. Uning qo'llari belimni mahkam quchib oldi. Men esa ko'zlarimni yumib, hayotimdagi eng uzun va eng iliq onlarni his qilardim. Domlamning quchog'ida vaqt butunlay ma'nosizdek edi. Nafaslarim qisilib, ammo shu qisilishning o'zi ham yoqimli edi. Yuragim butun tanamni titratib urardi.